Agar bu komandada men bo'lmaganimda hech narsa bo'lmasdi. Chunki men omadliman, mahoratliman. Bular mendan oldin ham ikkalasi qadrdon edi. Lekin mensiz hech narsa qilisha olmagan u. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Asadullo Nabiyev. Men qayerda, mana bular qayerda. Bularni baxti men bilan ishlayotganida. Mamasi likillagan. Mamasi o'zicha aqlli dunyolarga sig'maydi. O'rgildim. O'zi ikkalasi ham g'alatiroq emasmi? Sanlarni baxting manmi? Yuruvdilaring teatringda. Yolg'ondan soqol yopishtirib, ko'zingni lo'q qilib, baqir-chaqir qilib 3-4 odamga spektakl o'ynab. Men bilan yurib, million odamlarga tanildilaring. Qulluq qillaring menga. Akalar, o'zi Andijondan Toshkentga kelayotganimda sizlar bilan ishlash hatto orzuyimga ham sig'magan. O'zi sizlarga muxlis bo'lganman, aka. Akmaljon, bu hammasi sizni g'oyalaringiz, baxtli sani mahoratlaring, ayniqsa ikkalalaring menga bo'lgan mehrlaring boringlarga shukr. To'g'risi, bolalar. Sizlarni teatrda ishlaganinglar bor-ku, bu meni baxtim. Nimaga? Sizlarda har doim charxlanib turish bor, maktab bor. Akalar, hali oldinda shunaqangi qiladigan ishlarimiz bor. Sizlar meni baxtimsizlar. Atushik.